Bu yangi sotuvga chiqadi. Avatar deyiladi. Bu yerda ham bokovoy oynalari yo'q, avatarda nima elektrik karlarida yo'q. Eng asosiysi avatarda nimasi zo'r? To'liq ko'ryapsizlar. Mana bu joyida ko'ryapsizlar, ekranchasi bor. Bu yerda ekranda har xil yozuvlar yozsa bo'ladi. Masalan, parkovkaga ketganingizda o'zingizlarning raqamingizni yozib qoldirishingiz mumkin yoki ismingizni qo'yishingiz mumkin. Yoki xohlagan narsalarni yozib qo'ysa, assalomu alaykum deb qo'ysanglar ham bo'ladi. Avatar 06 lidar bilan keladi. Lidar bor mashina juda yaxshi hisoblanadi. Tesla'da lidar yo'q. Tesla'da kamera bilan ishlaydi. Mana bu ichki tomoni ko'rasizlarmi? Hozir endi tursa ko'rsatamiz sizlarga. Polniy ekranda eshiklari ham knopka mana bu. Boyagidan ancha farqlanadi. Orqa tomoni. Bu yerda mana bagajniki. Bagajniki bir xil. Orqa yukxonasi. Menimcha 12 ni yukxonasi kattaroq edi, 06 niki unaqa katta emas ekan. Bu yerda mana bu tomoni ko'ryapsizlarmi? Diodlari ketyapti. Bu yerda ham knopkada yopiladi. Oynalarni o'chirib qo'ygan. Bosamiz, yopilmadi. O'chirib qo'ygan. Bu mana bu tomonda. Hozir endi ichkarisidan olishga harakat qilamiz. Ko'rasizlar.